Lekin Alaykum assalom. Muncha imillab eshikni ochmasangiz. Yaxshimisiz? Yarim soatdan beri eshik tagida turibman. uzr opa eshitmay qolibman. Ishlaringizni qilavering. Mana itlar changini qaranglar. Assalomu alaykum ejon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Nima kelasizlar? Zahringni chochyapsan. Yaxshimisiz? Ke o'tir. Kuyovingizda ertalab asabimni buzuvdi. O'zing ham gap qaytargandirsan-da, tiling bir quloch sani ham. Aya siz ham asabimga tegmang. O'zi batga boshqa masalada keluvdim. Ana o kelinchagingiz homilador. Xudo xolasa nevara ko'raman, ha? Yaxshi-ku. Nimasi yaxshi, farosati ishlaydimi? Nimaga menni oldin bolali bo'ladi? Bu nima degani? Aya siz aralashmang. Kelin baqara boring. Opa chaqirdingizmi? Siz qaysi kellingiz bilan mendan oldin homilador bo'lib oldingiz? Sizni tushunmayapman opa. San jinnimisan? Nima deyapsan? Siz jim turing, bolani oldiradi. Mendan oldin farzandli bo'lish yo'q. Bu meni tanlov emas. Nima gapingiz bo'lsa akangizga aytasiz. Sani tiling chiqib qoptimi? Ko'rsatib qo'yaman senga gap qaytarishdi.